Hurmatli obunachilar, bizning Toshkent, Moskva, Vladimir, Cheboksal va Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun, dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari, shuningdek Toshkent, Kazan, Nabijniy Chili va Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun, seshanba, juma va shanba kunlari davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz amalga oshiriladi. Shuning bilan birga bizning kompaniya sizga kafolatlaydi ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reyslarimiz mavjud. Avtobusimizda esa sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'nida 2 ta monitoring, 2 ta kuryer, konditsioner, zareshniklar, Wi-Fi va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogagacha yuk olib ketishingizga bo'ladi. Shuning bilan birga siz joyingizni uzoq masofadan turib ham bron qilsangiz bo'ladi. Agar sizga ham shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki boshqa qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qilsangiz bo'ladi. Tanlovda adashmang, sog' bo'ling.